Hammaga salom. Bu maxsus rakurs. 19-yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni bilan uchrashuv o'tkazdi. Rahbarlar o'tgan yili Samarqandda oliy darajada erishilgan kelishuvlarning izchil amalga oshirilayotgani mamnuniyat bilan qayd etdi. Turli darajalarda faol muloqotlar davom etmoqda. Italiya kompaniyalari allaqachon O'zbekistonda yirik sanoat loyihalarini ishga tushirmoqda. O'zbekiston fuqarolari uchun Italiyada ishlash uchun kvotalar ajratilgan. Samarqandda Tushiya universitetining filiali ochildi va tez orada ikkinchi rektorlar forumi o'tkazish rejalashtirilgan. Yangi loyihalar to'qimachilik, energetika, kimyo va geologiya sohalaridagi qo'shma loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Davos iqtisodiy forumi doirasida yana bir muhim tashqi siyosiy tadbir bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan Tinchlik kengashi nizomini imzolash marosimida ishtirok etdi. Kengash nizomini imzolab, O'zbekiston uni ta'sis etgan davlatlardan biriga aylandi. Ushbu kengash mojaroning keskinlashuv xavfini kamaytirish, G'azo sektorida iqtisodiy va ijtimoiy tiklanish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan. Qisqa ammo samarali tashrif davomida Prezident Ozarbayjon va Vengriya rahbarlari, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti, BlackRock kompaniyasining katta boshqaruvchi direktori va boshqalar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Davosdan kelgan prezident eski shaharning yangi qiyofasini ko'rish uchun Xastimon mahallasi Zarqaynar ko'chasi faoliyati bilan tanishdi. Mahalla tanib bo'lmas darajada ta'mirlandi. 576 ta an'anaviy uslubdagi uylar qayta tiklandi. 7 ta mehmonxona, 8 ta restoran va bir nechta ustaxonalar ochildi. Jami 1500 ta doimiy ish o'rni yaratildi. Prezident bilan shaxsiy suhbatda aholi poytaxt mehmonlari, shuningdek infratuzilmani yangilash va yangi sayyohlik zonalarini yaratish tufayli shaharning qanday o'zgarib borayotganidan hayratda ekanliklarini bildirdilar. Prezident yoshlar ustalaridan saboq olishlari uchun hunarmandchilik universitetini ochishni taklif qildi. Shuningdek, davlatimiz rahbariga Olmazor innovatsion o'sish hududini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan master reja taqdimot qilinib, unga muvofiq ta'lim, innovatsiya, turizm va savdo, madaniy meros, biznes hamda IT xizmatlarini qamrab olgan rivojlanish koridorlari shakllantiriladi. Prezident shuningdek yangi Sinomed tibbiyot markazida yaratilgan sharoitlarni yuqori baholadi. Bu shunchaki oddiy kasalxona emas, balki 30 million dollarga barpo etilgan keng ko'lamli loyiha. Uning o'ziga xosligi shundaki, u poytaxtdagi birinchi xususiy tug'ruqxona, ikkinchidan u yerda respublikadagi eng yirik xususiy emlash markazi va xususiy sektorda noyob bo'lgan sterilizatsiya markazi joylashgan. Klinika jamoasida 80 nafardan ortiq shifokor faoliyat yuritib, 60 dan ortig'i Janubiy Koreya, Germaniya, AQSh va Turkiyada yetakchi shifoxonalarda malaka oshirgan va ularda taklif qilingan xalqaro tibbiy mutaxassislari ham ishlaydi. Shuningdek, markaz jami 300 dan ortiq ish o'rinlarini yaratdi. Davlatimiz rahbarining o'tgan ish haftasi ana shunday yakunlandi. Voqealardan doimiy xabardor bo'lish uchun Prezident matbuot xizmatining rasmiy sahifalariga obuna bo'ling. Hammaga xayr.